Assalomu alaykum Yakkasaroy tuman aholisi hamda tumanimiz mehmonlari. Sizlarga Yakkasaroy tuman oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan 2025-yil 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tsam. Tumanimizda 21 ta mahalla mavjud bo'lib, mahallalarda 139 mingdan ziyod aholi mavjud. Shu aholi ichida 70.100 nafari xotin-qizlarni tashkil etadi. 21 ta mahallalarimizda xotin-qizlar faol 14 nafar bo'lib, 21 ta mahallalarga xonadonlar sonidan kelib chiqib taqsimlangan. Yil boshida 27.269 nafar 30 yoshdan oshgan ayollar o'rtasida ularni ish bilan ta'minlash, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida qo'llab-quvvatlash, ayollar uchun amalga oshirilayotgan dasturlar tahlil qilinib, shularning ayollar daftariga 6 ta toifa bo'yicha muammolari o'rganilib, xatlov yakunlariga ko'ra 4168 nafar ayollarimiz ayollar daftariga kiritildi. Muammolari aniqlangan xotin-qizlar toifalariga ajratilganda, birinchi toifaga 508 nafar, ikkinchi toifaga 11 nafar, uchinchi toifaga 869 nafar, to'rtinchi toifa 2636 nafar, 5-toifaga 10 nafar, 6-toifaga 130 nafar xotin-qizlarimiz ayollar daftariga kiritildi. Birinchi toifaga, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarimizning 508 nafari, ya'ni 100% ish bilan ta'minlandi. Ikkinchi toifaga kiritilgan, o'z tadbirkorligini amalga oshirmoqchi bo'lgan 11 nafar ehtiyojmand ayollarimizga 102 million imtiyozli kreditlarimiz ajratilib, ularning tadbirkorligini amalga oshirishlari uchun ko'maklashildi. Uchinchi toifadagi boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, ya'ni 869 nafarni tashkil etilgan bo'lib, ularning barchasiga bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. 4-toifadagi ijtimoiy yordamga muhtoj 1-2 guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarning 2636 nafarni tashkil etib, ushbu xotin-qizlarning barchasiga moddiy va tibbiy ko'riklar ko'rsatildi. 5-toifaga 10 nafar uy joyiga muhtoj xotin-qizlarimizning barchasiga ijara kompensatsiyalari to'lab berildi. 6-toifadagi 130 nafar, ya'ni qaramog'ida nogiron farzandi bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlarimizning barchasiga bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Grafik reja asosida ayollar daftarining 1 va 2 toifalarida turuvchi ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog'lomlashtirish hamda ularni tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlarda ishtirok etib, 300 nafar xotin-qizlarimiz Bo'stonliq tumanidagi Lingviston dam olish sanatoriyalariga yuborildi. Ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan yil boshida 2179 nafar ishsiz xotin-qizlar aniqlangan bo'lsa, joriy yilning 9 oy davomida Yakkasaroy tumanida jami ishsiz xotin-qizlar doimiy targ'ibot xatlov va chora-tadbirlar orqali rejadan ortig'i bilan 2189 nafar, ya'ni 108 nafari bandligi ta'minlandi. Shundan 556 nafar doimiy ishlarga joylashtirilgan, 132 nafari xizmat ko'rsatish ishlariga jalb qilinganlar, 811 nafari kasb-hunarga o'qitilganlar, 615 nafari o'z-o'zini band qilganlar, 69 nafar xotin-qizlar tadbirkorlik faoliyatini boshlashlari uchun jami 890 million so'm imtiyozli kreditlar banklar tomonidan ajratilgan. Xotin-qizlarga bank kreditlari ajratilishi masalasida tumandagi 13 ta tijorat banklari biriktirilgan bo'lib, tuman oila va xotin-qizlar bo'limi bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirildi. Tumanimizdagi 8 nafar lider tadbirkorlarimizga 114 nafar ishsiz xotin-qizlarimiz biriktirilib, ularning bandligi ta'minlandi. Yil davomida erishilgan yutuqlarimizga to'xtalib o'tsak, 2025-yil 8-mart arafasida Yakkasaroy tumanida yashovchi Alina Babeshko ismli qizimiz Zulfiya davlat mukofoti sohibasiga aylandi hamda davlatimiz rahbari tomonidan mukofotlandi. Bundan tashqari, bir nafar ayolimizga mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan 11 nafar oilalarimiz ibratli oila ko'krak nishonlari bilan taqdirlandilar.
Gender tenglik faoli ko'rik tanlovida tumanimizdagi 2 tashkilot o'z yo'nalishi bo'yicha Toshkent shahrida 1-o'rinni egalladi. E'tiboringiz uchun rahmat.